Undan ko'ra qaynonangiz bilan turolmayotgan bo'lsangiz, bir xonali bo'lsa ham uy oling. Bir xonali uy. Birinchidan qaysi filmga olaman? Ikkinchidan bo'pti, pustoy uyga o'tdik deylik, ichida hech narsa yo'q, sharoiti yo'q. 1,5 yoshli bolam bilan qanday yashayman? Bolamga sharoit yo'q u yerda. Qiyin bo'ladi. Bismillah. Kecha qaynonam yubuchi bob qilib berdi. O'tmasada tomog'imdan. Umuman yemadim. Hozir yeyman. Ish qilib shu narsani qilib berishlarini ko'rishimga yo'q o'yladim. Nara yedilarda o'yladim, ish qilib shunga ham pul to'lamaymanmi deb. O'shaning uchun tomog'imdan o'tmadi. Qaynonam kelguncha ujin qilib olay. Ramen pamya yeb olay. Yana menga bu narsa qilib bersalar yana noqulay holatga tushib qolmaylik.